Shu yerlarda hammasi aksiyaga tushgan, kattadan kichikka tortib. Dilshodbek, hormang uka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Rahmat uka. Narxlarni gapiring uka bizga narxlarni. Aka 1.200 ming kami bor deyapti, bular 900 ming qo'yardik. 900 ming so'mdan mana shu yangi velosipedlar 900 mingdan aksiyada. 6 oy garantiyasi ham bor aka. Xo'p. Bular germanskiy verdilar. Bular hammasi germanskiylar aka. Toza, bular to'kligi deysizmi, to'ksiz deysizmi, skorli deysizmi, skorsiz deysizmi, hammasidan bor aka. Endi skuterlar ham bor ekan-a? Skuterlar ham bor, optim narxda, rabotchi, yangi akkumulyator, motor, zapchas hamma yo'q bor aka. Bo'ldi, bu yoshlarniki ham bor ekan-a uka? Yoshlarniki ham bor aka. Bular ham aksiyada aka. Bularni ham yoshlarimizga, yosh ota-onalarga aksiya qilib berasiz-a, buni go'zalligini qarang bularni. Bularni aka aksiya qilib yuborganmiz, kelsa arzon narxda qilib beramiz. Bo'ldi, xo'p. Qadrdonlar, endi qarab turinglar, men sizlarga ichkarini ko'rsataman. Katta furada velosiped kelib tushgan Germaniyadan ko'rib turib hayron qolasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Juda ham cheklanmagan miqdorda hammasi mana shu velosipedlar germanskiy ekan. Furada olib kelganmiz aka deyapti. Har bittasini 3 yil garantiyasi bor. Juda ham go'zal, toza germanskiy velosipedlar. Bular akkumulyator ekan. Kim akkumulyator o'tirib qolgan bo'lsa, skuterni kelaverasizlar. 2026 aka. 2026 bo'ldi. Bular ham mana germanskiy velosipedlar mana. Mana yig'ilmaganlari hozir ko'rsataman mana. Bunisi tayyor ekan. Velosipedda sayohatga chiqadiganlar uchun mana sumkalari bilan bemalol sayohat qilaverasizlar, xudo xolasa. Ichida aka 100 mingdan tortib, 100 ming so'mdan tortib 15 milliongacha bor aka ichida. Ha, 100 mingdan tortib 15 ming. Mana zapchastlar ham cheklanmagan miqdorda. Hamma yo'q bor aka. Endi bu xonada endi to'la zapchas. Ha, buning ichida ham to'la zapchas. Bo'ldi, xo'p. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quva dehqon bozori to'g'risidan kirgan ko'chada. Dilshodbekning nomerini qoldirib, xudo xolasa profilni atmetga qilib qo'yaman. Har qanaqangi velosipedlar kerak bo'lsa, ukamizga murojaat qilaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, aksiyadan foydalanib qolinglar, Dilshodbek. Xudo xolasa kelishaveradi. Arzon narxda qilib beramiz. Xo'p, sog' bo'ling.